Assalomu alaykum ustozlar. 3-dars geometriya. Mavzuyimiz uchburchaklar. Biz o'tgan dars uchburchaklarni birinchi qismini o'tdik. Demak, bugun ikkinchi qismi. Rejamizda qanaqa mavzular bor? Tengyonli uchburchak, to'g'ri burchakli uchburchak Pifagor teoremasi, to'g'ri burchakdan tushirilgan balandlik, katetlarning gipotenuzdagi proyeksiyalari hamda sinus va kosinuslar teoremalarini bugun takrorlaymiz. Tengyonli uchburchak deb nimaga aytiladi? Biz bilamizki, uchburchaklar tomonlarga ko'ra 3 turga bo'linadi. Ixtiyoriy tomonli uchburchak, tengyonli uchburchak hamda muntazam uchburchak. Tengyonli uchburchak ikki tomoni teng bo'lgan uchburchagimiz tengyonli uchburchak deyiladi. Tengyonli uchburchakda asosiy xossalardan biri asosdagi burchaklarni teng ekanligi. Ya'ni A, B, C deb oladigan bo'lsak uchlarini AB hamda BC tomonlar bir-biriga teng, A hamda C burchaklar o'zaro teng bo'ladi. Tengyonli uchburchakni eng asosiy xossalaridan biri mana shu. Keyin bilamizki, tengyonli uchburchakda asosga tushirilgan balandlik ham mediana, ham bisektrisa vazifasini bajaradi. Mana asosga balandlik tushiradigan bo'lsak, u asosni teng ikkiga bo'ladi hamda uchidagi burchakni ham teng ikkiga bo'ladi. Buni qanaqadir beta hamda beta ko'rinishda yozib olishimiz mumkin. Demak, tengyonli uchburchakning xossalari juda oson desak ham bo'ladi, lekin misollari ancha murakkab misollar topsak bo'ladi. Xo'p. Birinchi misolga e'tibor beramiz. Birinchi misol. Tengyonli uchburchakda alfa uchidagi beta asosdagi burchaklar tangens alfa taqsim tangens beta 4 ga teng bo'lsa, tangens alfa plus tangens betaning qiymatini topishimiz kerak, ustozlar. Tengyonli uchburchak olamiz. Tengyonli uchburchak. Xo'p. Uchidagi burchagini alfa deb olaman. Asosdagi burchaklar beta hamda beta. Va yon tomonlar bir-biriga teng. Bizga tenglik berilgan tangens alfani yozaman. Tangens alfa mahrajni ko'paytma qilib chiqarib olsam 4 ta tangens beta deb yozishim mumkin. Hop, biz nima topishimiz kerak? Tangens alfa plus tangens betani qiymatini topishimiz kerak. Buning uchun uchburchak ichki burchaklar yig'indisidan foydalanishga harakat qilaman. Ya'ni alfaga 2 betani qo'shgan vaqtimda pi ga, ya'ni 180 gradusga teng bo'ladi. Bundan alfani qiymatini topaman. Pi minus 2 beta. Va tangens alfani joyiga, o'sha alfani joyiga pi minus 2 betani olib kelib qo'yaman. Tangens pi minus 2 beta barobar 4 ta tangens beta. Biz bilamizki, tangensning davri nimaga teng edi? Tangensning davri pi ga teng edi. Pi ni tashlab yuborishimiz mumkin. Tangens tog' funksiya oldiga minus chiqaradi. Minus tangens 2 beta barobar 4 ta tangens beta deyishimiz mumkin. Tangens 2 betani formulasi bor. 2 ta tangens beta. Xo'p, minus oldida 1 minus tangens kvadrat beta barobar 4 ta tangens beta. Tangens betalar 0 ga teng bo'lmaydi shekilli. Tangens qachon 0 bo'ladi? 0 gradusda betani qiymati 0 bo'lishi mumkin emas. O'shaning uchun tangens betalarga qisqartirsak bo'lar ekan. 2 bilan 4 ga ham qisqartiramiz. Bizda 2 bo'ladi. Xo'p, bundan bizda tangens kvadrat beta minus 1 barobar 1 taqsim 2 bo'lyapti, adashmasam. 1 taqsim 2 bo'lyapti. Bundan tangens betani topib olamiz. Tangens beta teng ildiz osti 3 taqsim 2 bo'lyapti. Ildiz ostida 3 taqsim 2. Birdan ildiz olyapman. Minus qolib shuma? minus qolib ketdi deyman. Joyini almashtirdim-ku. 1 minus tangens kvadrat betani tangens kvadrat beta minus 1 deb joyini almashtirib oldim-da.
Xo'p. Tangens alfani qiymati mana shundan 4 taga teng edi yuqorida. Tangens alfa 4 ta tangens beta. 4 ta tangens beta, ya'ni yildiz osti 3 taqsim 2. Biza o'sha tangens alfa hamda tangens betani yig'indisi so'ralgan. Tangens alfa plus tangens betani topamiz. Tangens alfa 4 ta yildiz osti 3 taqsim 2 bo'lyapti. Tangens beta yildiz osti 3 taqsim 2 bo'lyapti. Barobar. Bundan 5 ta yildiz osti 3 taqsim 2 degan yechim hosil bo'ladi. Tushunarlimi ustozlar? Tushunarli, rahmat. Xo'p, davom etamiz. Ustozlar, vaqt masalasini aytib ketayim. Faqat bugun 20:30 da boshladik. Keyingi darsdan boshlab o'z vaqtida bo'ladi. Ya'ni 20:00. Bundan buyog'iga kunlar uzayapti. 20:00 standart vaqt menimcha. Undan ertalik qiladi. Ko'pchilik ustozlar, ayniqsa ayollar uchun 19:00 ertalik qilsa kerak deb o'ylayman. Fikrlaringizni yana yozasizlar. Ikkinchi misolga o'tamiz. Teng'yonli uchburchak uchidagi va asosidagi bir burchagi bisektrisalari 111 gradus burchak ostida kesishadi. Uchburchakning uchidagi tashqi burchagini toping degan. Uchburchakning uchidagi tashqi burchagini topishimiz kerak. Teng'yonli uchburchak chizib olaman. Teng'yonli uchburchakning uchidagi va asosidagi bir burchagi bisektrisalar. Demak, uchidan bisektrisa tushirib olamiz. Hamda asosdan bisektrisa chiqaramiz. Xo'p, 111 gradus burchak ostida kesishadi. Mana bu yerdagi burchak 111 gradus. Uchburchakning uchidagi tashqi burchagini toping degan. Mana uchidagi tashqi burchagini topishimiz kerak. Mana bu yerdagi burchakni so'rayapti. X. Mana shuni topishimiz kerak. Demak, bisektrisa burchak tengga bo'ladi. Mana bu yerdagi burchaklar alfa hamda alfa. Mana bu burchaklarni men xo'p beta deb olaman. Xo'p, endi menga x kerak. X ni topishim uchun nimadan foydalanaman? Hozir bizdan 4 alfani so'rayaptimi, domla? X 4 alfa. Mana asosda 2 alfa bo'lyapti-ku. X teng Qo'shni burchakdan 4 maydimi? alfa. 110 bo'ladi. Qo'shni 90ligidan foydalansak 110 bo'ladigan bo'lsa, bu tarafi 70 qoladi. Alfani qiymati shunda 20 bo'ladimi? 111 ku 69 bo'ladi. 69 90 dan 69 ayiramiz. Ustoz, Bu yerda o'shani qo'yib beraylik. Sistema qilsak muammo yo'q. Mana 2 alfa plus betani yig'indisi 90 bo'ladi. 2 alfa plus betani yig'indisi 90 bo'ladi. Alfa plus betani yig'indisi necha bo'lyapti? 69 bo'lyaptimi? 69. Alfa plus betani yig'indisi 69. Ayiramiz. Alfani qiymati 90 dan 69 ni ayiradigan bo'lsak 21 gradus bo'lyapti. X teng 4 alfa deb oldik. X barobar 4 ko'paytirilgan 21 84 bo'ladi adashmasam. Mana. X teng 84 gradus topdik. Ustoz, nimaga 4 alfa olyapmiz? Xo'p, biz o'tgan dars uchburchak tashqi burchagi xossasini o'tdik. Ya'ni tashqi burchak o'ziga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchaklar yig'indisiga tengda. X ni qiymati 2 alfa bilan 2 alfani yig'indisiga teng. Ya'ni 4 alfa bo'ladi bu. Shunda x yon tomon tengligini
ko'rsatib qo'ysangiz yaxshiroq bo'larkan. Ha, mana bu teng yonli ekanligini. Mana. Tashqi burchakni qaytarib yuboring. Mana men tashqi burchakni bu yoqqa chizib ko'rsatayin ustoz sizga. Tashqi burchak. Xo'p, mana yuqorida x, pastda alfa, beta olaman. Shu yerda x ni qo'shnisini y deb olsam, x ga y ni qo'shsam 180 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Alfa plus betaga y ni qo'shganim ham 180 gradus bo'ladi. Va bu ikkita tenglikni ayiradigan bo'lsam, x ayrilgan alfa ayrilgan beta, y'lar qisqarib ketib, bu yerda 0 qoladi. Bundan x teng bo'ladi alfa plus beta. Ya'ni tashqi burchak o'ziga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchak yig'indisiga teng ekan. Bizdagi misolimizda ham x ni yig'indisi 2 alfa hamda 2 alfa yig'indisiga teng, ya'ni 4 alfa. Alfa bilan beta qanday kelib chiqqanligini uch burchaklarni ichki burchaklar yig'indisidan foydalanyapmiz-da. Mana 2 alfa bilan betani yig'indisi 90 da berish kerak. Alfa bilan betani yig'indisi esa 69 da berish kerak. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Javobimiz 84 bo'lyapti. Ha, tushunarli ustoz. O'tgan darsdan Uchinchi shu savol savol. 9 B varianti nimasiga darajasiga. Tushunmadim. Savol o'tgan dars egasida berilgandi-da. B daraja 9-savol edi. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Teng yonli uchburchakning asosidagi burchak bisektrisasi yon tomoniga teng bo'lsa, teng yonli uchburchak asosidagi burchak bisektrisasi yon tomoniga teng bo'lsa, uchburchak asosidagi burchakni toping deyapti. Teng yonli uchburchak olamiz. A, B, C. Teng yonli uchburchak asosidagi burchak bisektrisasi. Bisektrisa chizib olamiz. Alfa, alfa. Xo'p. Yon tomoniga teng ekan. Asosidagi burchak bisektrisasini chizdim, mana yon tomoniga teng. Uchburchak asosidagi burchak o'sha 2 alfani so'rayapti. Xo'p, nima qilamiz? Mana bu yerdagi burchakni beta, mana buni ham beta deb olishim mumkin. O'zi berilgan uchburchagimiz teng yonli-da. Mana bu AB bilan BC bir-biriga teng. Shartga ko'ra AB bilan mana buni AD deb oladigan bo'lsam, AD ham bir-biriga teng. Tak, endi bu yerda yana shu sistema qilamiz shekilli. Alfaga 2 betani qo'shganimiz 180 gradus bo'lish kerak. ABC uchburchak bo'yicha esa mana bu yerdagi C burchagimiz 2 alfa edi u. 2 alfa. 4 ta alfaga betani qo'shganimiz ham 180 gradus bo'lish kerak. 4 ga ko'paytirib ayiradigan bo'lsam 7 ta B qolyaptimi? 7 ta beta barobar 3 ta 180. Bundan betani qiymatini topadigan bo'lsak, 540 taqsim 7. Mana betani qiymatini topdik. Endi alfani qiymatini topib qo'yish qiyin emas. Alfa teng bo'ladi. 180 dan ayirib tashlaymiz. 2 ta betani, ya'ni 1080 taqsim 7 ni ayirib tashlashimiz kerak. Ko'paytiramiz. Bunga 7. Hop, 1360 bo'lyaptimi? 1260 bo'ladimi? 1260 1080 taqsim 7 teng 0,8 180 taqsim 7 bo'lyaptimi? Alfani qiymati. Bizga asosdagi burchak so'ralgan 360 taqsim 7 bo'lar ekanda, bo'lmasa, to'g'ri hisoblagan bo'lsak 360 taqsim 7. Savollar yo'qmi ustozlar?
Tushunarli ustoz. To'g'ri, shunday ekan. Tak, keyingi misolga o'tamiz. 4-misol. Mana bu chizma berilgan. Berilgan chizmaga ko'ra AB ning qiymatini topishimiz kerak. AB ning qiymati. Xo'p, BAD burchak, DYS burchaklar 90 gradusdan DC 7 ga teng. BS 14 ga teng mana. BS 14 ga teng. DY 4 ga teng. DY 4 ga teng. Xo'p, nimani topishimiz kerak biz? AB ni topishimiz kerak, AB x. Teng yonli uchburchaklar mavzusida menimcha bu adashib qolibdi bu misolimiz. O'xshashlikka ketib qolyapti. Shekilli bu. Mana shu uyga vazifaga ham bordimi? Bor. 16-misol. Hammasi uyga vazifada bor. Ishlatganimiz. Bulardimi? Hammasi Ha, bo'lmasa bular- kerak shekilli. Yangi misollar bugun men yangi Yuqoridagilar misollar ham qo'shdim bor shekilli. edi. Yo'q, yangi misollar bor ekan. Bor, yangisi ham bor. Xo'p. O'xshashlik mana bu yerdagi S burchagimizni alfa deb olamiz. Alfa. O'zi to'g'ri burchakli uchburchakda bittadan o'tkir burchaklari teng bo'lsa, bular o'xshash bo'ladi. Ya'ni ABC uchburchak bilan ABC uchburchak bilan DYS uchburchaklar o'xshash. DYS uchburchaklar o'xshash. Endi kichkina uchburchakda alfaning qarshisida 4 ni, katta uchburchakda alfaning qarshisida x ga nisbati teng bo'ladi. Kichkina uchburchakda 90 gradus qarshisidagi 7 ning katta uchburchakda 90 gradus qarshisida 14 ga nisbati bo'ladi. Bundan x ning qiymati 8 ekanligi kelib chiqadi. X teng 8. Beshinchi misolni qanday qilib ishlaymiz? Beshinchi misol. Bitta balandlik tushirib olamizda, mana bu yerdan. Mana. A'dan bitta balandlik tushirib olamiz. Teng yonli uchburchakning xossasiga ko'ra asosni teng 2 ga bo'ladi. 3 dan tushirilgan balandlik. Bu yerda teng yonli uchburchak ko'rinib turibdi. Tomonlar, yon tomonlari 10 ga teng. Xo'p, bundan mana buni qanaqadir y deydigan bo'lsak, SY ning uzunligi 6 ga teng bo'ladi. AY ning uzunligi esa Pifagor teoremasi bo'yicha 8 ga teng bo'ladi. 8. Va BAY uchburchakda 30 gradus burchak qarshisidagi katet bo'lib qolyapti. 30 gradus burchak qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmiga teng degan xossa bo'yicha x teng 16 degan yechim chiqadi bunda. Oltinchi misol. Yana bitta takrorlab yubora olmaysizmi o'shani? Xo'p. ASD uchburchakda men AY balandlik tushirdim. Balandlik tomonni teng 2 ga bo'ladi. Teng yon uchburchak xossasiga ko'ra SY ning uzunligini 6 ekanligini topib oldim mana. SY ning uzunligi 6. Pifagor teoremasi bo'yicha AY ning uzunligi 8 chiqadi. Pifagorni shart olsak, AY 8 ga teng bo'ladi. Ana endi BAY uchburchakka qarangizlar. BAY uchburchakda 30 gradusli burchak qarshisida 8 yotibdi-ku, u gipotenuzaning yarmiga teng bo'lishi kerak. Gipotenuza 16 ni kelib chiqadi o'shanda. Ya'ni x teng 16 bo'ladi. Tushunarlimi ustoz? Rahmat. Xo'p, endi 6-misol. X ni topishimiz kerak. Mana shaklga ko'ra x ni qiymatini topishimiz kerak. CF qani CF FB ga teng. CF ni qiymati FB ni qiymatiga teng. Ya'ni bu yerda teng yonli uchburchak bo'lyapti-da. Teng yonli uchburchak. Xo'p, mana bu yerdagi burchakni
alfa deb oladigan bo'lsak, mana bu yerdagi burchagimiz ham alfa bo'lyapti. Hop, buni qanaqa qilib topamiz? FE ham balandlik, ham mediana, ham bisektrisa bo'ladi-da, ustoz. Ha, Fe ham balandlik, ham mediana, ham bisektrisa bo'ladi. Bu aniq. O'xshashligidan topamiz-da, ustoz. Mana bu yerni qanaqadir A deb oladigan bo'lsak, bu yog'i ham A bo'ladi-da. Bu yog'i ham A bo'ladi. Mana bu yerdagi burchakni men beta deb oladigan bo'lsam, mana bu yerdagi burchak ham beta bo'ladi. To'g'rimi? O'xshashlikka ma'lumotlarimiz yetarlimikin hozir bu yerda? Yetib qoladi shekilli. Ozgina ishlov berishimiz kerak shu yerda hozir. Birinchi men mana bu yerdagi burchak ham beta bo'lmaydi. S, K D uchburchak bilan hop S, F, Y uchburchakni o'xshashligidan foydalanib ko'ray. Mana bu yerda men S'ni Y deb olaman ustozlar. S'ni Y deb olaman. Y'ning e'tibor beringizlar. Y'ni A'ga nisbati 4 ning 7 ga nisbati bo'ladi. 4 ning 7 ga nisbati. Bundan Y'ni qiymatini topadigan bo'lsak, 4 ta A taqsim 7 bo'ladi. Xo'p, endi D ni topaman. D ni topib olaman shundan foydalanib. Yoki bo'lmasa umumiy DB ni topaman. D shart emas. DB ni topsam menga hozir yetadi. DB teng. DB ni topishim uchun nima qilaman? Ikkita A bo'lyapti. Umumiy holatda SB ga e'tibor beringizlar. SB ikkita A bo'lyapti. Ikkita A dan ayirib tashlaymiz. Mana yerdagi Y ni qiymatini ayirib tashlasak, DB qoladi bizga. Y nimaga teng edi? 4 ta A taqsim 7 ga teng edi. Bundan 10 A taqsim 7 kelib chiqadi DB ni qiymati. Endi yana bir marta o'xshashlik bo'ladi. Ya'ni qaysi uchburchaklar? Men yozaman mana bu yerga. F, Y, B uchburchak bilan B, D, A uchburchak o'xshash ikkalasi. O'shandan 7 ning 4 plus x ga nisbatini olaman. 7 ning 4 plus x ga nisbati A ning DB ga nisbati. DB nima edi? 10 A taqsim 7 edi. 10 A taqsim 7. 7 tepaga chiqib ketadigan bo'lsa, A lar qisqarib ketadi. 7 lar ham qisqarib ketyapti. X teng 6 kelib chiqadi mana. X teng 6 bo'lyapti. Kimda savol bor ustozlar? Ustoz, bir minutda shu yerda sal qiyin ketmadikmi? Balkim qiyin ketgan bo'lishimiz mumkin. Alfa burchak B A ga teng bo'lsa, burchak A esa B ga teng bo'lmaydimi? Ha, mana shuni aytmoqchi. Shundaymi? Ha. Shundan keyin burchak K ham B ga teng bo'ladi. Sababi nimaga? S burchak alfaga teng bo'lgandan keyin bu betaga teng bo'ladimi? Bu betaga teng bo'ladi. Ya'ni F burchagimiz 90 gradusli ustoz, teng yonli burchak bo'lib qoladi. O'sha osonroq emasmi? Teng yonli ekanligidan keyin qanaqa xulosa bor bu yog'iga? Mana ikkalasi teng. Bo'ldi mana. Mana ikkalasi teng. Qarang, katta F T B uchburchak bilan A F A K ni o'xshashligidan foydalanib topsak bo'lmaydimi? Baribir o'xshashlik bo'lyapti-ku. Bittada chiqmaydi menimcha baribir. Bittada chiqadigan misol bo'lganda bu yoqqa qo'shimcha mana S, F, Y chizmalarni bermasdi-da. Menimcha hozir mana F burchakni 90 deb chalg'idingizda shekillar.
Ha, shu yerda men 90 deb chaldim-da, shu 90 deb qoladi deb anchalarga fayl ketdi men yozdim. Keyin bu yoqdan kelib qoldi. Menimcha 90 hozir bo'lsa, o'xshashlikda bu yerda o'xshashlik ikki marta o'xshashlik ishlatdikda. Bir marta a, mana bu S F Y tomonidan keldik, keyingi marta A B D uchburchak tomonidan keldik. Mana misol sizlarga ishlab ko'ringizlar. 7-misolda agar oldlaringizda daftar ruchka bo'ladigan bo'lsa, bir harakat qilib ko'ringizlar. Yangi misol menimcha bu. Mana chizma berilgan. Chizmaga ko'ra x ni qiymatini topishimiz kerak. Xo'p. Oltini qayta tushuntiring debdi. 6-misolda mana biz birinchi mana o'xshashlikdan foydalandik. S K D uchburchak bilan S F Y. S F Y mana bu yerda. S F Y uchburchaklar o'xshash. Ikkita to'g'ri burchak, uchburchak mana bunday holatda turibdi-da, o'xshash bo'ladi bular mana. Bittadan o'tkir burchaklari teng bo'lsa, bu ikkalasi bir-biriga o'xshash bo'ladi. Shunda y ning a ga nisbati mana s y ni a deb olgandim. Y ni a ga nisbati mana tenglikdan kelib chiqyapman men. 4 ni 7 ga nisbati, ya'ni 4 ga mos tomon 7 bo'lib turibdi o'sha yerda hozir. Bundan y ni topayapman. Y teng 4a taqsim 7 bo'lyapti. Y 4a taqsim 7. Endi hop, endi men o'sha yerda y ni topdim, db ni topib oldim mana shu yerda. Qarangizlar, db mana. db ni topib oldik. db ni qanday topyapman? Umumiy holatda sb ning uzunligi ikkita a ga teng edi. Mana yerda bitta a, mana yerda yana bitta a bo'lyapti. Ikkita a dan ayiryapmiz y ni 4a taqsim 7 ni. Bu 10a taqsim 7 bo'lyapti mana. db ni topdik. Endi mana yerdagi uchburchak e'tibor beringizlar. F Y B uchburchak. O'sha chizmadan birdan ko'rib keta olishlaringiz kerak-da. F Y B uchburchak bilan BDA uchburchaklar o'xshash. Ular ham xuddi mana shu yerdagi holatga o'xshab turibdi, mana shu yerdagi holatga. Unda ham xuddi shunday mana 7 ning umumiy holati 4 plus x. 7 ga mos tomon AD bo'lib turibdi-da. 4 plus x ga nisbati a ning mana a ning unga mos tomon umumiy holatda db edi. dbimiz 10 taqsim 7 edi. Mana tenglikdan a ning qiymati 6 kelib chiqyapti. Bu misollar kitobda yo'q. Kitobga nazariy qismini kiritmaganmizda. Nazariya tushuntirish uchun terilgan misollarni kitobga kiritmadik. Uyga vazifaga tushib qolgan bo'lishi mumkin mana shu misollar. Faqat hozir 7-misolda bir ishlab ko'ringizlar. 7-misolda. Yettini mustaqil ishlab ko'ringizlar, ozgina vaqt bering sizlarga, keyin o'zimiz ishlaymiz. Harakat qilamiz birgalikda. İşte tayoqcha borku shuni bosib, bitta so'zcha borku ana shuni bir bosib, ana qayta Telegramga
Hop, Bitta toza mana harakat bitta qilyapsizlarmi? aynagina qo'limni shunday deyib urdi. Olib Hop, demak, bu yerda ABC uchburchak teng yonli. Ha, ishlab ko'raylik, to'xtab turing debdi. Hop, bemalol ishlayveringizlar. Heh, 10. Bir kishi javob yozibdi. 10 qayerdan kelib chiqdi? Bu yerda ham shekilli o'xshashlik borga o'xshayapti-da. To'g'rimi? Burchaklarni qo'yib olaylikchi, mana bu yerdagi burchagimizni alfa deb oladigan bo'lsak, mana burchagimiz ham alfa bo'ladi. Mana bu yerdagi burchagimiz ham xo'p, alfa. Mana bu burchagimizni beta desak, xo'p, mana bu yerdagi burchagimiz 2 beta bo'ladimi? Yuqoridagi burchak 2 beta bo'ladi. Chunki alfaga betani qo'shganimiz 90 bo'lishi kerak-da. 2 alfaga 2 betani qo'shsak 180 gradus bo'ladi va mana bu yerdagi burchagimiz ham beta bo'ladi. Mana bu yerdagi burchagimiz beta bo'lyapti. Demak, bu yerda y'sini biz bisektrisa deb olishimiz mumkin ekanda, y'sini qiymati bisektrisa bo'lyapti. Xo'p, y'sini bisektrisa ekanligini bildik. Yana nimadan foydalansak bo'ladi? Mana bu G burchakni o'xshashligidan-chi? G Shu burchakni yerdan alfa deng. Mana Gamma deylik yoki fi deylik, G burchakni fi, mana bu nimaga? ham fi. Nimaga? Alfa Nimaga unda fi bo'lmaydi u. deyapsiz? Fi shart emas, alfa bo'ladi u. Alfa bo'la olmaydi u. Qarang, F 2 alfa bo'lmaydimi? 2 alfa ham bo'lishi bu. mumkin. bo'lsa 180 bo'ladi. Alfaga teng bo'la olmaydi u. Alfaga bog'lolmaymiz. 2 alfa bo'lmaydimi? 2 alfa bo'lsa o'zi 2 alfa bilan 2 betani biz 180 deb aytdik-ku, mana uch burchakka qaraysiz, mana alfa, yuqorida 2 beta. 2 alfaga 2 betani qo'shganimiz 180 bo'lyapti, yozib qo'yaylik. 2 alfa qo'shilgan 2 beta 180 bo'ldi. Alfa beta 90 bo'lyapti. Uni alfa deya olmaymiz-da biz. Ularda alfa deya olmaymiz. D, G, S burchak 2 betda bo'lar ekan. F, G, S D, G, S.
Xo'p. O'xshashlik. Mana bu DE bilan hasi parallel to'g'ri emasmi? Parallellikdan foydalanaylik. Uni parallel ekanligi aniq. Ichki Ikkalasi ham almashinuvchi qilib. Assalomu alaykum ustoz. eshitaman ustoz. Bu pastdagi B, H, S uchburchakdagi ichki burchak birsi alfa bo'lsa, pastdagi S, F, E dagi uchburchakda bir burchagi alfa bo'lsa, ikkinchi burchagi beta deb oldik-ku. Aha. Mana shu burchakni ikki ya'ni katta ABC uchburchakni burchaklarini topsa bo'ladi shunda. Topsak bo'ladimi? Fi ham betaga teng bo'lib qolmaydimi ustoz? Fi betaga teng. Alfa 60, beta 30 Fi chiqdi. beta teng bo'lmaydi. Fi betaga Shunda- teng bo'lish mumkinmikin? Qanday isbotlaymiz fi'ni betaga tengligini? Mana-ku ichki almashinuvchi bo'lib qoladi-ku. 90 minus 2 betaga teng emasmi? Qaranglar, ustozlar, bitta ish qilaylikda. Ustozlar, GYF burchak 90 gradus burchak-a? Hop. Shunda Y burchak 2 beta bo'lgandan keyin bu anavi fiu gamma burchakka 2 beta burchakni qo'shsak 90 ga teng bo'ladimi? Shunda gammamiz 90 minus 2 betaga teng bo'ladimi? Alfa minus betaga teng. Fi 90 minus 2 betaga teng. Fi'miz, fi Hop. burchak. fi plus 2 betamiz 90 da. Bu aniq. 90. Fi'ni qiymati 90. 90 minus 2 beta. Burchaklarga ko'p kirishib ketmaylikda. Menimcha burchaklarda chiqmasa kerak-da bu. Yo Ustoz chiqadimi? o'rta chiziq bo'lib qolmaydimikan? 6 o'rta chiziq bo'lib qolmaydimi Dga, Hga? Ustoz, Eshitaman. burchakda 12 chiqib qo'ya qolmaydimikan X? O'rta chiziq bo'lmasmikan? alo. Eshityapmiz. O'rta chiziqni yo'qida hech qanaqa Yaxshi bas. O'xshashlikdan ishlasa bo'lmaydimi ustozlar? Assalomu alaykum ustozlar. Bu yerda G keyin F ni topsak bo'lar ekan oraligini. Shu orqali G, F, E uchburchak bilan bu yerda H, S, B uchburchaklar o'xshashligidan topsak bo'lar ekan adashmasam. Oxirigacha ishlab ko'rdingizmi o'zingiz daftarda? Yo'q, endi ishlayapman. Ustoz bu yerda D, A, G bilan G, I, F uchburchaklar teng emasmi bir-biriga? Yo'q. Teng emas-da. Lekin yozilganda teng deb yozdingizda burchaklarni. Qarang, burchak 2 O'xshash, beta, o'xshash. yo'q, 2 beta. O'xshash Teng, tabii. burchaklar teng degani uch burchaklar tengligini bildirmaydi, o'xshashlik deb bildiradi-da. Ha, U birorta tomoni Bittani teng men 30 bo'ladigan gradus bo'lsa, chiqardim. shunday bo'lishi mumkin. Xo'p, o'ylaymiz, yana o'ylaymiz. Vaqtimiz bemalol. Sinuslar teoremasini ham qo'llab ketamizmikin, a? Ustoz beta 30 gradus chiqadi. Qanday qilib? Beta 30 bo'lsa, bu ABC teng tomonli uchburchak bo'lib qolar ekanda. Beta 30 chiqolmaydi.
Benden ilgili topish kerak. Alloh qilib. Fi burchak bettaga teng deyapsizlar. Fi burchak bettaga tengligini isbotlab beringizlar bizlarga. Hozir biz fini bettaga tengligini ko'ra olmayapmiz. Teng emas, fi burchak alfa minus bettaga teng. Fi burchak alfa minus bettaga teng. Domla bitta fikr bor edi. Mana f g a uch burchak bor, to'g'ri burchakli uch burchak. F G A. O'shanga Pifagor yozaylik, y ni bog'lab. O'sha yerdan nimamiz kelib chiqdi? GF emas, y plus 4 x kvadrat ayru y kvadrat. Keyin mana uch burchakda A G uch burchagimiz bor. Birinchi sinus 2 kosinus 2 bettalarni tenglab, y ni y plus 4 ga teng taqsim, bu tarafda ham o'xshashlikdan qo'llab oldim. 6 ni mana gipotenuzasiga nisbati. Keyin mana ikkinchisi f da bettaga fi burchakni sinusini olib turib bu tarafga tenglasak qandaydir kvadrat tenglama bo'lyapti. O'shani yozib ko'raylik domla. Birinchi men GF ni topayin, to'g'rimi? GF ildiz ostida y plus 4 ni kvadrati minus y kvadrat. Ildiz osti y kvadratlar qisqarib ketadigan bo'lsa 8y plus 16 mana GF ni topdik. Boy mana necha, lekin bu yurmaydi. Endi mana y plus 4 ga nisbati A dani 6 ga nisbati bo'ladimi? Y ni y plus 4 ga nisbati A dani 6 ga nisbati 6 ga emasda. 6 ga bo'lmaydi. 6 ga bo'lmaydi, A ga nisbati bo'lib qoladi. Oltiga nisbati bo'ladi. Oldini A'ga bo'ladi. Y ni GF ga nisbatini olish kerak. GF topildi-ku. A deni A'ga nisbat. 8y plus 16 ga nisbat bo'lmaydimi? Y ni y plus 4 ga nisbati kosinus 2 betta bo'ladi. Kosinus 2 bettani yuqoridan topadigan bo'lsak, A dani A deni A'ga nisbat. A dani 6 ga nisbatida A dani 6 ga nisbati bo'ladi. Yo'q, 6 ga nisbati bo'lmaydi, nima ustoz? 6 kat bu yerda. Nisbat xato olindi. Mana bunday bo'ladi, to'g'ri. Tangini topish kerak ustoz. Tangini fini qo'yish kerak. Kosinus topolsak, keyin tangingiz topamiz, ikkalasidan nisbat olishimiz kerak. Xo'p, tangimiz 2 betdan topadigan bo'lsak, GF ning, ya'ni ildiz ostida 8y plus 16 ning nimaga nisbati bo'ladi? Y ga nisbati bo'lyapti. Y ga nisbati. Tepadan tangini topadigan bo'lsak, A ning 6 ning A ga nisbati bo'ladi. 6 ning A ga nisbati. A G ga nisbati. A D ga. A D. A dani y ga bog'lab oldik mana. Xo'p, keyin nima qilamiz? Hozir A dani mana shu ikkita bitta katet bilan bitta katet bor. A G ni ham topsak bo'ladi, shundan bog'lab. Yana A dani topsak, A da teng bo'ladi 6y taqsim ildiz osti 8y plus 16.
Endi sinusdan foydalanib agini topamiz deyapti. Keyin tenglaymiz, nima qilamiz? Keyin Pifagorga qo'yamiz demoqchi-da menimcha. Hozir O'shani topadigan bo'lsak, mana GS biz ham bor, demak Mana shu AG yerda ham bor. tanglishda sinus qo'llaylik. O'shalikdan topib bo'ladi-da, X da. Bdan sizgacha masofa uzunligi yo'q-ku. Hop, haddi topildi. 2 betamiz bor, tangens betdan topamiz-da. 2 betdan betdan topadigan bo'lsak, sin y ga nisbat bo'ladi, f sin y ga nisbati. Juda uzoq yo'l Shu bo'lib misoliga ketyapti. bitta Uzoq yo'l o'ylab bo'lib ko'ramizda ketyapti. yana. Hech kimda chiqmadimi? Uyga vazifa demaylik, shuni darsda oxirida ko'ramiz. Buni formulasi bor edi-da. Formulasiz ishlashga harakat qilib ko'ryapman. Formulasiz bu vagi turk geometriyasida olingan formula bilan berilgandi. Uni ham ko'ramiz hali darsda oxirida. Nechinchi misol bo'lyapti bu? 7-misol bo'lyapti-da. Hop, buni ko'rsataman qayerdan olganimni sizlarga. Keyingi bo'lim to'g'ri burchakli uchburchak Pifagor teoremasi. Pifagor teoremasi to'g'ri burchakli uchburchakni nimaligini hamma biladi. Menimcha buni isboti shart emas. A, B, C bo'ladigan bo'lsa A kvadrat plus B kvadrat barobar C kvadrat bo'ladi. Misollarni ko'ramiz. 8-misol m ndan katta va ikkalasi ham musbat. A ni qiymati berilgan, B ni qiymati berilgan hamda C ni qiymati berilgan uchburchak tomonlarining uzunliklari bo'lsa, quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustoz, uzr, eshitildimi? Men haligi masalada 10 oddiy yo'l bilan 10 chiqdi-da menda. Yuqoridagi masaladami? Ha. Hozir tashlashni ham, ulanishni ham bilmay qiynalib qoldim-da sizlarga aytishga. Rasmga tushirib tashlasam maylimi? Guruhga tashlangchi, guruhga ko'rib olamiz. Mana qarang-da, S nuqtadan G, Y tomonga perpendikulyar tushirdim. S'dan G, Y tomonga perpendikulyar tushirdim. B, Y ga, G, Y ga, hop. G, Y ga. Qarasak bu yerda ikkita teng uchburchak hosil bo'ldi-da. Mana bu yer Y bo'ladi. Bu yerga 4 qoladi. Yuqori tomon 4 bo'ladi. 4 burchak hosil bo'lib 6 plus 4 10. Faqat shu yerda ana uchburchaklar tenglik alomatidan foydalanilgan, bu yoqda bo'lgani. Qolgan ustozlar ham tushundimi? Juda zo'r. Tushunarli ustoz. Oston ekan, tushundik. Perpendikulyar tushundik. Mana bunda yozib qo'yishimiz kerak-da ustozga, yo'liga. Burchak bisektrissasining ixtiyoriy nuqtasidan tomonlarigacha bo'lgan. Yo'q, bu yerda ikkita burchagi va bitta tomoni teng bo'lgan uchburchaklarda BTB alomat. O'tgan safar shu qoidani ishlatuvdik-da, hozir biz o'xshashlikka ketib qoldi xayolimiz hammamizni burchaklarni topishga. Haqiqatan ham mana bu yerda burchaklardan kelyapmiz, baribir burchaklardan kelyapmizda, beta bilan betani tengligini isbotlab kelganimizdan keyin qolgan tomoniga adashibmizda biz. Hozir domla tushunmay qoldik, bitta qaytarib bering. Xo'p, qaytaraman, qaranglar. Burchaklarda menimcha hamma tushundi qayerdan kelganini. Mana C dan G ga perpendikulyar tushiryapmiz.
biz y'sining mana bu y'sining bisektrisa ekanligini bilib oldik va bisektrisani xossasi bor edi. Bisektrisani ixtiyoriy nuqtasidan xo'p, tomonlariga tushirilgan masofalar bir xil bo'ladi. Ya'ni mana bu masofa bilan bu masofa bir xil bo'ladi bizda. SF bilan buni qanaydir SN deydigan bo'lsam, SN ikkalasi bir-biriga teng. Ikkalasi bir-biriga teng bo'lyapti. Tak, bundan n y'ning qiymati f y'ning qiymatiga teng bo'ladi. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchaklar mana bu yerdagi ikkita to'g'ri burchakli uchburchaklar bir-biriga teng bo'lib qoldi-da. Burchaklari ham teng, bitta tomoni umumiy. Ha, BTB alomatga ko'ra desak bo'ladi. BTB alomatga ko'ra teng bo'lyapti bu yerda. Xo'p, va bizga GN ning qiymati 4 bo'lyapti. Endi e'tibor beringlar, to'g'ri to'rtburchak bo'lib qolyapti-da. X imizning qiymati, mana x ning qiymati dn ga teng. dn ga teng. Ya'ni dn ning qiymati 10 bo'lyapti. Kimdir boshida 10 deb yozdi. Bizga faqat yo'lini aytmadimi yo biz eshitmadikmi? Shu opa bo'lsa kerak. Ularni olmadim dedilar. Ha, tushuntira olmadim dedilar. Ha, rahmat ustozga. Ustoz, burchak nimaga betta bo'ldi? Boshidan bir boshlashimiz kerak ekanda. Bo'lmasa burchaklar mana qarang. Mana bu yerdagi B burchakni men alfa deb oldim. Alfa deb oldim. Va mana bu yerdagi S burchagimiz ham alfa bo'ladi. S burchagimiz ham alfa bo'ladi. Chunki teng yonli-da bu. Endi mana yerdagi alfani vertikali mana bu yerda S burchak deb qaraylik. O'sha S burchak alfa bo'lgandan keyin men mana bu yerdagi SYF uchburchakda bitta o'tkir burchagini beta deb oldim. Beta. Shundan alfa plus betani 90 ekanligini bilib oldim va katta uchburchakka qaytdim mana. Katta uchburchakka yoki bo'lmasa katta uchburchakka qaytishimiz ham shart emas. O'zi B D Y uchburchakka qarangizlar. B D Y uchburchakda bitta burchak alfa bo'lgandan keyin bitta burchak 90 gradus bo'lyapti. Mana bu yerdagi Y burchagimiz majburiy beta bo'ladi, chunki alfa plus betani 90 ligini bilib oldik-ku biz. O'shaning uchun beta bo'lyapti. Tushunarli. 8-misol uchburchak tomonlarining uzunliklari bo'lsa, quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri debdi. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri? Men mana buni texnik tekshirib ko'raman. Endi bu yerda hozir mavzumizda Pifagor teoremasi ekanligini bilamiz. Baribir shunga boradi deb xayol qilamiz. Boshqa testlarda tushib qolgan taqdirda ham uchta tomon va uchburchakning turini aytayotgan vaqtda bizda mana bunaqa tekshiriladi. A kvadrat, B kvadrat hamda C kvadrat tekshiriladi. A ning kvadratini tekshiradigan bo'lsak, m kvadrat plus xo'p, ikkita m kvadrat n kvadrat plus n kvadrat. B ning kvadratini yozaman. M kvadrat minus ikkita m. 4 bo'lmaydimi? 4 daraja bo'ladi. 4 texnik xatolar bo'lyapti. N kvadrat plus n ning 4 bo'ladida s ning kvadrati bo'ladi. 4 ta m kvadrat n kvadrat bo'ladi. Endi men hozir qayerga qanaqa ishora qo'yib olishim kerak? Mana bu yerga men plus qo'yaman, mana bu yerga teng qo'yaman. Shunda to'g'ri keladimi? M ning 4 ikkita m ning kvadrati n ning kvadrati plus n ning 4 teng. Bu yerda ham xuddi shunday narsa. M ning 4 plus ikkita m kvadrat n kvadrat plus n ning 4 bo'ladi. Va mana bu yerda a kvadrat teng ekan b kvadrat plus c kvadratga. To'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi. Pifagor sharti bajarildi chunki mana bu yerda faqat gipotenuza vazifasini a bajaryapti. To'g'ri burchakli uchburchak degan javobni olishimiz kerak. C javob bo'lyapti. To'qqiz
AB'si to'g'riburchak, uchburchak, AB gipotenuza, AB gipotenuza, AM va BN bisektrisalar deyapti. AB 12. Xo'p, AM kvadrat plus BN kvadrat. Menimcha buni ham ishlagansizlar shekilli. ABC. AB gipotenuza. Mana bu A, mana buni S deymiz. To'g'riburchak. AM bilan BN bisektrisalar deyapti. Hop, alfa, beta. Bisektrisalar. AB 12 ga teng. AB 12. Hop, BN AM kvadrat plus BN kvadrat 169 berilgan. Nimani so'ragan bizga? MN ni qiymatini so'ragan. MN ni qiymatini so'ragan. Xo'p, nimadan foydalansak bo'ladi bu yerda? Ustoz bu yerda M'sini bironta harf bilan belgilash kerak-da. M'sini, N'sini. X, Y deb belgilab olamiz. X, Y. 5 chiqadi. Ana endi ikkita katetni ham belgilab olishimiz kerak-da. Besh ekanda ustoz. Mediana bo'lmasmidi bu? Bisektrisa deb berib qo'yibdi. Mediana holatini ishlaganmizda. Bisektrisa holati ham bor edi shu to'plamda. Adashmasam. Bisektrisa holati ham bormidi? 12ning yarmi bo'lmaydimi? Yo'q, bu yerda mediana bo'lsa ham, bisektrisa bo'lsa ham farqi yo'q. Hosil bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchaklar uchun Pifagor teoremasi yoziladi. M dan B gacha bo'lgan masofani ham belgilab oling. Xo'p, mana buni qanaqadir A deb olamiz, buni B deb olamiz. Endi katta uchburchak uchun x plus a bir katet, y plus b ikkinchi katetlar kvadrat yig'amiz-ku tomonlarini. Kvadratlar 12 ning kvadratiga teng deymiz. Endi kichkina uchburchaklarga qaraymiz. A plus x kvadrati plus y kvadrat. Aha. Xuddi shu yo'l bilan keyin BN sistema kvadrati qilib qo'shib yuboramiz. A plus x kvadrat plus y kvadrat teng. Xo'p, BN ni kvadrati bo'ladi. B plus y kvadrat, B plus y ni kvadrati plus x kvadrat barobar AM kvadrati bo'ladi. Ikkalasini qo'shamiz bu yerda. Qo'shgan paytimizda mana bu kvadratlar 12 ning kvadrati bo'ladi plus bu esa MN ni kvadrati bo'ladi. MN ni kvadrati barobar 169. MN barobar 5 bo'lyapti. 5 bo'ladi. Mana. MN barobar 5. Pifagor teoremasi 3 marta ishlatildi bu yerda. Savollar bo'lmasa keyingisiga o'tamiz. 10-misol AD ni topishimiz kerak. AD ni topish uchun Shu oldingi qismda story ustoz, tushunmadimmi? hozir mana bu birinchi yozgan tenglikka tushundingizmi? Mana bu a plus x ni kvadrati b plus y ni kvadrati teng 12 ni kvadratiga. Belgilash kiritib oldingizmi ustoz? B esa katetni a bilan x orqali belgilab oldim, bo'lib oldimda ikkita bo'lakka. A esa katetni b hamda y deb belgilab oldik. Shunda b esa a plus x bo'lyapti umumiy, a plus x ni kvadrati b plus y ni kvadrati, ya'ni Pifagor teoremasi katetlar kvadratlari yig'indisi
Gipotenuzani kvadrati, ya'ni 12 ning kvadratiga teng bo'ldi. Shuni tushundingizmi ustoz? Mana shu yerdan boshlanadi o'zi muammosi buni. Ha, tushunarli. Keyingisiga o'tamiz. A plus x ning kvadratiga y ning kvadratini qo'shsam, bu yerda yana to'g'ri burchak, uchburchak turibdi. Bn ning kvadratiga teng bo'ladi. Gipotenuza bn ning kvadratiga teng bo'ladi. Keyingisida ham mana b plus y ning kvadratini olamiz. B plus y ning kvadratiga x ning kvadratini qo'shsam, am ning kvadratiga teng bo'ladi. Endi men bularni qo'shdim. Qo'shgan paytimda mana a plus x ning kvadrati, b plus y ning kvadrati u nimaga teng edi? 12 ning kvadratiga teng edi. X kvadrat, y kvadrat nimaga teng? Mana yerda hozir MCN uchburchakka qarang. MCN ni mana bu gipotenuza bo'lyapti. MN ning kvadratiga teng edi u. MN ning kvadratiga teng. Va BN bilan AM kvadratlari yig'indisi esa 169. Mana yuqorida tenglik berilgan 169 ga teng. Bundan MN ning qiymati 5 ekanligi tenglamadan kelib chiqadi. Ha, bo'ldi, tushunarli. Rahmat. 10-si oddiy misol. Mana bu to'g'ri burchakli burchakka to'ldirib olganligimizdan keyin bu yog'i 5 bo'ladi. Bu yog'i 7 bo'lyapti. Umumiy holatda 5 hamda 12. Pifagor teoremasi bo'yicha a ning qiymati 13 bo'ladi. 13 ga teng. 11. MKN to'g'ri burchakli uchburchak, MKN to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. MN gipotenuza, MN gipotenuza, mana bu K. T nuqta olingan ekan. T nuqta olingan. Qayerdandir? Mana ixtiyor joydan T nuqta olamiz. NMK. Mana buni N M deylik. Mana bu yerdagi burchak 30 gradus deyapti. Mana 30 gradusda burchagi. KT 3x plus 2 ga teng ekan. KT 3x plus 2 ga teng. KN 5x ga teng. 5x ga. TM bilan TN teng. Mana ikkalasi teng ekanda. Mana ikkalasi teng. MN nechaga teng? Bu yerda ham oddiy narsa turgan ekan. Biz bilishimiz kerak. bo'ladimi? A. ekan. Mediana gipotenuzani yarmiga teng. Bu yerda hozir KT mediana bo'lgandan keyin 6x plus 4 bo'ladi mana. Va 30 gradusli burchak qarshisidagi katet, mana shu yerda 5x imiz 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 6x plus 4 ga teng bo'lishi kerak-da. 6x plus 4 ga teng bo'lishi kerak. X 1 ga teng. X teng 1 ga X teng. ning qiymati 1 bo'ladi. MN ni so'ragan bizga. MN 10 ga teng bo'ladi. 10 ga teng bo'ladi MN ning qiymati. To'g'ri burchakdan tushirilgan balandlik katetlarning gipotenuzdagi proyeksiyalari. Bular formulalarni bir yodga olaylik. Qanaqa edi? To'g'ri A kvadrat barobar A proyeksiya ko'paytirilgan S. Mana bu 90 gradus, balandlik h, a, b, buni qanaqadir ax deb olamiz. Buni b, x, bx. Shunda h ni kvadrati teng bo'ladi ax ko'paytirilgan b x ga. A ni kvadrati teng bo'ladi ax ko'paytirilgan umumiy s deb oladigan bo'lsak ax ko'paytirilgan s ga teng. B ni kvadrati teng bo'ladi bx ko'paytirilgan s. Mana shu uchalasida asosan proyeksiyalarga doir formulalar mana shu uchalasi. Keyin mana proporsiya ham bor edi-ku ustoz. Aning bo'lgan nisbati ning kvadrati ax taqsim bx degan. Teskarisi bo'lmaydimi? Yo'q, mana shunday bo'ladi. Mana bu tekniklar bo'lib olsak bo'ldi, chiqadi. Teskarisi bo'ladi mana shu. Yo'q. Mana tekniklarni bo'lib olsak chiqadi shu narsa. Mana bu yerdagi teknikdan kelib chiqyapti. Ax ning bxga nisbatan a kvadrat taqsim b kvadrat. Ya'ni bu boshqacha ham qoida qilib beriladi-da.
boyagi bisektrisa bo'lgan bo'laklar nisbatini kvadrati balandlik bo'lgan bo'laklar nisbatiga teng deb beriladi. Chunki tomonlar bilan bisektrisalar nisbatlari aynan bir xilda. To'g'ri burchakli uchburchak katetlari 15-20, katta katetning gipotenuzdagi proyeksiyalari. Oson misollar kelib qolgan yana bizda to'g'ri burchakli uchburchak 15 hamda 20. Katta katetning gipotenuzdagi proyeksiya. Gipotenuzani 25ligini Pifagordan topib olsak bo'ladi. Mana katta katet 20 ni proyeksiyasini topamiz. 20 ni kvadrati teng 8 bo'ladi. X ko'paytirilgan 25. 16. X teng 16 bo'lar ekan. o'n uch. Gipotenuzasi 50 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak katetlari nisbati 4:3 deyapti mana. Katetlar 4x hamda 3x, gipotenuzasi 50 ga teng. Gipotenuzaga tushirilgan balandlik uni qanday kesmalarga ajratadi deb so'rabdi bizga. Mana bu 30 bo'ladimi? Mana bu 40 bo'ladi Pifagordan topadigan bo'lsak. Buni qanaqadir y deb olaman. 30 ni kvadrati teng bo'ladi y ko'paytirilgan 50 ga. Bundan y topaman 18 bo'ladi mana. Y ni topdim 18. Bu yoqqa 32 qoladi mana. 32. Nemcha bularga muammo yo'q hech kimda. 14 uchun tashlab ketamiz. Yuqorida ishlangan misolda 15 ga o'tamiz. X ni topish kerak. X. Mana chizmaga ko'ra x ni topishimiz kerak. Mana tomonlar tengligiga e'tiborini tortib, burchaklar qo'yib qo'yaman alfa. Alfa. Hop. Mana bu yerda tutashtiraman. Mana bu yerda. Hop, mana yerda beta desam, mana bu ham beta bo'ladi. Hop, shu yerda endi 2 alfa plus 2 betani yig'indisini 180 ga tengligini bilamiz. Uchburchak ichki burchaklar yig'indisi. Alfa plus beta teng 90. Ya'ni mana bu tushirgan chizig'imiz, mana shu yerga tushgan chizig'imiz bu balandlik bo'lib qolyapti mana, balandlik bu. Endi mana buni y deb belgilab oladigan bo'lsam, y ning kvadratini topaman dastlab. Y kvadrat teng 3 ko'paytirilgan 9. Ya'ni 27. Y teng 3 ildiz osti 3 bo'lyapti. Mana y ni topdik. Endi x ni topamiz. X teng ildiz osti Pifagor teoremasi. 27 plus 3 ni kvadrat, ya'ni 9. 6 3 yarim bilan 3 ildiz osti 60 gradus. Tushunmadim. Yoniga o'chirib qo'ysin. Gradus 60 gradus bo'ladi-da, 3 ildiz osti 3. Mana alfani yarmi 30 gradus. Tomonlar farqli. O'zini ko'rsatmoqda. So'roy degan. Mikrofonlarda o'chiramiz ustozlar. 60 gradus degan fikr bu yerda yo'q, menimcha hech qanaqangi 60 gradus bo'lmaydi. Ya bo'ladimi? Qayer 60 bo'lyapti. Ha, x teng 6 chiqqandan keyin mana alfa 30 gradus bo'lib qolyapti-da. Bo'ldi, bunda muammo yo'q. Keyingisiga o'tsak bo'ladi. 16. Xo'p, ikkita katetdan teng uzoqlikda joylashgan hamda gipotenuzada yotgan nuqta gipotenuzani mana shu uzunlikdagi kesmalarga ajratadi. Uchburchakning katetlar yig'indisini toping degan. To'g'ri burchakli uchburchak olamiz. To'g'ri burchakli uchburchak ikkita katetdan teng uzoqlikda joylashgan hamda gipotenuzada yotgan nuqta. Mana birorta nuqta olaman. Ikkita katetdan teng uzoqlikda yotgan bo'lishi kerak u.
Ya'ni mana bu yerdagi kesma bilan mana bu yerdagi kesma teng bo'lishi kerak. Mana. Bular ham teng. Xo'p, mana buni bunday olamiz. Shu yerda kvadrat hosil bo'ladi. Xo'p. Gipotenuzani 480 taqsim 7 hamda 360 taqsim 7. Mana buni 360 deylik. Hozir 1 daqiqa ustozlar. Xo'p, mana bu 360 taqsim 7, bunisi 480 taqsim 7 bo'lyapti. Xo'p, ana endi nima qilamiz? Uzunlikdagi kesmalarga ajratib, uchburchakning katetlari yig'indisini so'ragan bizga. Biz katetlarini topishimiz kerak. Nimadan foydalansak bo'ladi? Ustoz, mana yerda x deb belgilab olishimiz kerak-da, birinchi kvadrat tomonini. Kvadrat tomonlari x. Hammasi x ga teng. y z deb belgilasak, keyin o'xshashga qo'yamizda. Ha, shunday. A minus x deb yozamiz bu tarafni. B minus x. Boshqa yo'li yo'qmi o'xshashlikdan balandlikka bog'lasak bo'lmaydimi buni? Yo'q, ustoz, mana bu ikkita katetni a bilan b deb qo'yaylik, bo'ldi, shundan chiqadi. Misol bor edi. O'shanaqa qilib ishlasak boshqa yo'li yo'q. A, B. Mana a bu. Endi a ni x ga nisbati mana ikkita sonni yig'indisini 480 taqsim 7 ga nisbati bo'ladi-da. X ni A ga nisbat olsak, farqi yo'qmi? Shu qarang, shu yaxshi yo'l, proyeksiya yaxshi yo'l hozir. Mana shu yo'l yaxshi ketyapsiz. Balandlik tushirsak bo'lmaydimi? Yo'q, proyeksiyadan ketaylik yaxshiroq. O'xshashlikdan ketamiz deyapti ustozlar. Proyeksiya balandlik mana shu diagonal balandlik bo'ladimi? To'rtta x bo'lmaydi. Diagonal nima bo'ladi? Iskirsan qo'rqasan ketsa bo'ladi. Tepadagi x bo'lmaydi. Kvadrat uchun nima bo'ladi-da? Iskirsa diagonali. Kvadrat bo'lmaydi-ku bu. A ni B-ga nisbati 360 taqsim 7 480 taqsim 7 nisbat qilib, keyin Pifagora qo'yasiz bular. Hipotenuzani 120 ga bo'larkan-ku. 60 bilan 480. Mana rostdan ham kvadrat bo'ladi. Bo'lsa 120 bo'ladi. Qanday kvadrat bo'lyapti hozir shu? Mana bu yerda aytganda, shartda aytgan, ikkita katetdan teng uzoqlikda joylashgan nuqtani oldik o'zimiz. Mana bu bitta masofani x desak, keyingisi ham x bo'ladi. Hani burchaklar qarshi bittalar. 40 taqsim 7 bilan 45 gradus bo'lyapti-da. Iskirsan qo'llaymiz endi. A ni B-ga nisbati. Ha. Mana ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, 840 bo'ladi, to'g'rimi? 840 ni hop, 7 ga bo'lsak 120 bo'lyaptimi? 120. 120. Endi katetlar nisbati bisektrisa bo'lgan bo'laklar 360 bilan 480 ning nisbati. Qisqartirib olaylik. 360 taqsim 480. Bular qisqaradi, 12 ga bo'lsak 3 taqsim 4 bo'lyapti. A ni qanaqadir 3y, B ni qanaqadir 4y deb oladigan bo'lsak bo'ladi. 3y ni kvadrati plus 4y ni kvadrati 120 ni kvadrati bo'lyapti. 25y kvadrat 120 ni kvadrati bo'lyapti. Bundan y kvadrat topamiz. 12 ni kvadrati ko'paytirilgan 4. Y teng 2 ko'paytirilgan 12 bo'lyapti. 24 bo'lyaptimi? Y teng 24 bo'lgandan keyin endi bizga katetlar yig'indisini so'raganda umumiy 7y bo'ladi. 7 ko'paytirilgan
24 168 bo'lyapti. Mana. Mana shu yaxshiroq bo'ldi. Mana shu qulay yechim bo'ldi. Savol bo'lmasa keyingi misolga o'tamiz. Mana. Keyingi misolimiz. Xo'p. Mana shu shartlar hammasi chizmadagi narsalarni aytyapti-da, perpendikularliklarni aytyapti. Bu yerda 4 ta perpendikulyar bor. AB 4 ga teng. BY 1 ga bu yerda BY 2 ga teng. DS X ga teng. DS ni topish kerak. F'ni Y deb olaylik. Xo'p, F'ni Y deymiz. A yana qo'shib bo'laylik, top olaylik. A Y X ga nisbati 2 ni 4 ga nisbati. Hozir Y topsak bo'ladi bu yerda. 4 ning kvadrati teng bo'ladi. 2 ko'paytirilgan 3 plus Y mi? 3 plus Y barobar 8. Y barobar 5 bo'lyapti. Mana bu 5. Mana buni h deb olamiz. H ning kvadrati teng 5 ko'paytirilgan 3. 3. H teng ildiz ostida 15. Bundan x ni topamiz keyin. X teng ildiz ostida h kvadrat, ya'ni 15 plus 5 ning kvadrati, 5 ning kvadrati 25. 2 ildiz ostida 10 bo'lyapti mana. Ya'ni o'sha balandlikni kvadrati bo'lgan bo'laklar ko'paytmasiga teng. O'sha xossadan foydalandikda. 2 marta foydalanyapmiz. Keyingisida Pifagor teoremasidan foydalanyapmiz. Tushunarli? Tushunarli ustoz. Yana bir tushuntirib yuboring ustoz mana shuni. Mayli. Demak, dastlab 4 ning kvadrati 2 ko'paytirilgan 3 plus y ekanligini tushundingiz-a? Mana qarang. Katetning kvadrati yuqorida yozdik shu formulani. Proyeksiya, ya'ni 2 ko'paytirilgan umumiy gipotenuza. Umumiy gipotenuzamiz 3 plus y edi. Bundan y topdik, y teng 5 bo'ldi. Y 5 ekanligini topdik. Mana bu yerda men h ni belgilab oldim. Yana to'g'ri burchak uchburchak turibdi-da. B, D, C to'g'ri burchak uchburchakda h ning kvadrati mana bo'lgan bo'laklar ko'paytmasi 5 ko'paytirilgan 3 bo'lyapti. Bundan h ning ildizi 15 ekanligini topib oldim. Tushunarli. Bu yog'i endi Pifagor. 18. Bunday mana shartlar ko'rinib turibdi, x ni topishimiz kerak. Faqat qaysini qaysiga teng? BF ni y siga teng degan. Mana bu bilan mana bu teng. Mana. Perpendikularlar berilgan. Xo'p. X ni topish kerak. Xo'p, bunda ham shu xossani ishlatib ko'ramizmi? Mana buni Y, B, F'da Y. farqi yo'q. Y desak Y. Y ham Y. Y. Bu Z bo'lsin. To'rtning kvadrati, ya'ni 16 teng bo'lyapti. Y ko'paytirilgan Y plus Z ga. Keyin nimani ishlatamiz yana? Mana 90 gradus bu ham balandlik. DF ham balandlik bo'lyapti. Ustoz A ga kesma tortsak-chi bitta.
AYga qanaqa kesma? A bilan Y'ni tutashtirsak. AY. Bunday qilsak ham bo'ladi. Shu Lekin yerda df uchni balandlik oling, y ko'paytirilgan z bo'ladi ko'paytmasi. Dfning kvadrati. Keyinlariga bfning kvadrati teng bo'ladi. Xo'p, mana bu AYni tutashtirgandan keyin nima deyapsizlar? Yo'q, ustoz, dfni balandlik deb oling, dfni ko'paytirib df teng balandligi bo'ladi. Y ko'paytirilgan z. xning kvadrati barobar Ha, x ni kvadrati barobar y ko'paygan Xullas, y plus D ham 4 bo'lar ekanda, shundaymi? bo'ldi, F bo'ldi. 4 bo'lsa, Bo'ldi. B'si ham 4 bo'lmaydimi? Bo'ldi, o'zi yechim chiqdi, mana shu narsa ekan, mana. Ha, x ni kvadrati y ko'paytirilgan y plus z, ya'ni proyeksiyani umumiy gipotenuzaga ko'paytmasi bo'lyapti. Bundan x ham 4 ga tenglik kelib chiqyapti-da. X teng 4 bo'lyapti. Tepada balandlik formulasini ishlatdik. Mana 4 kvadrat y ko'paytirilgan y plus z. Pastda ham shu balandlikni ishlataman deb o'tiruvdim-da, bu o'xshamaydi ekanda. Pastda proyeksiyani ishlatish kerak ekan. Mana x ni kvadrati y ko'paytirilgan y plus z deb proyeksiyani ishlatishimiz kerak. o'n to'qqizda mana ma'lumotlar berilgan. Bunda ham x ni topishimiz kerak. Mencha bu uncha qiyin emas, a? Mana y'da 3 bo'ladigan bo'lsa, X teng 1 bo'ladi. x teng 1 bo'ladi. Chunki bu yerda balandlik, a'da balandlik ham mediana bo'lyapti-ku bu yerda. Bu to'g'ri burchakli, teng yo'l to'g'ri burchakda xuddi shunday xossa o'rinli. X plus 3 ning qiymati 4 bo'lishi kerak umumiy. X teng 1 bo'lar ekan bundan mana. Hop, davom etamiz. Keyingi misol. 20-misol. To'g'ri burchak gipotenuzasiga tushirilgan balandlik gipotenuzani 4/1 nisbatda bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchak olamiz. Boyagi yozgan proporsiyaga tushar ekanda. 2/1 ekan. Gipotenuzani 4/1 nisbatda 4x hamda x. Katta katetining kichik katetiga nisbati. Mana buni a deymiz, buni b deymiz. A ni b ga nisbati kvadratini olamiz. 4/1. A ni b ga nisbati 2/1 bo'lar ekanda nisbat. Sinus va kosinus teoremasi, buni ham xo'p, formulasi qanaqa edi? A taqsim sinus alfa, b taqsim sinus beta, c taqsim xo'p, sinus gamma edi. Uchburchak burchaklari alfa, beta, gamma. Mana bu c. Xo'p, mana bu a, mana bu b. Kosinus teoremasini yozib qo'yamiz. A ni kvadrati teng b kvadrat plus c kvadrat minus 2bc kosinus alfa. Buni keltirib chiqarsa bo'ladi. Hozir bizga shart emas keltirib chiqarish menimcha. Kitoblarda ham ko'rsatib qo'yilibdi. Geometriya kitoblarda. Yigirma birinchi misol. ABC uchburchak BC tomoni L ga teng. ABC. BC tomon L. A burchak 2 alfa ga teng. A burchak 2 alfa. C burchak alfa ga teng. C burchak alfa ga teng. A bu tomonni toping degan. Ya'ni sinus teoremasini ishlatishni so'raganda x ni sinus alfaga nisbati L ning
sinus 2 alfaga nisbat x teng L ko'paytirilgan sinus alfa taqsim sinus 2 alfani yoyamiz. 2 ta sinus alfa kosinus alfa desak L taqsim 2 ta kosinus alfa qoladi. Bunda ham muammo yo'q hech qanaqangi. 22-misolni ko'raylikchi. 4 burchakni tomonlari 3 4 5 6. 4 burchak tomonlar 3 4 5 6. 3 va 4 ga teng tomonlar orasidagi burchak 60 gradus bo'lsa, 5 va 6 ga teng tomonlar orasidagi burchak kosinusini, mana bu kosinus alfani so'ragan bizga. Kosinuslar teoremasi ekanda. Kosinuslar teoremasidan foydalanib mana buni qanaqadir Yana x qilgan bo'lsak, x kvadrat 3 ni kvadrati 9 16 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 1 taqsim 2. Bular qisqarib ketadi. 25 13 bo'lyaptimi? Endi pastki uchburchak uchun yozaman. Ya'ni x ni kvadrati teng 6 ni kvadrati 5 ni kvadrati 2 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 5 kosinus alfa. 13 tengida 36 25 61 minus 60 ta kosinus alfa. Bundan 60 ta kosinus alfa teng 61 dan hop 13 ni ayirsak 48 bo'ladi. Kosinus alfa 4 taqsim 5 bo'lyapti mana. Yigirma uch. X ni topish kerak. Balandlik o'tkazing A uchidan. A uchidan. A yuqori ham 4. Yuqori ham anamga teng bo'ladi-da, 45 ga teng bo'ladi. 4. Bu yoq 6. X teng 10 bo'ladimi shunda? Shunday. Balandlik tushirganimizdan keyin ustozlar mana yerda bitta burchagimiz 45 bo'lgan ekan, yuqori ham 45 bo'ladi. Bu yerda teng yon 3 burchak hosil bo'lyapti. Demak, mana bu yerda qanaqadir DY deydigan bo'lsak, AY bilan DY bir-biriga teng. Ya'ni men Pifagor teoremasidan 4 4 ekanligini bilib oldim. Chunki gipotenuza 4 2 bo'lyapti. Xo'p, endi BY 6 ga teng bo'lyapti. Y'si ham 6 bo'ladi. Sababi teng yonli uchburchak yana bir marta. AC bilan AB teng yonli bu yerda. Balandlik mediana ham bisektrisa bo'ladi. O'shaning uchun Y'sini ham 6 deb oldik. Bizda umumiy DS'ni uzunligi x edi, x teng 10 bo'lyapti. 24 ga ham qo'shimcha chizma kerak shekilda, x ni topish uchun. Yana bitta anaqa qilamiz. Balandlik tushiramiz. Bitta A'dan balandlik tushirsak, bu yerda ham 5 5 12 bo'ladi balandlik. Mana bu 12. 12 umumiy holatda kvadrat. Pifagor teoremasi 12 ni kvadrati bilan 9 ni kvadrati bo'lyapti. 15 bo'ladimi? 15 bo'lyapti. 25 yuqoridagidek, u ham bir xil ekan. mana bunday bo'lishi kerak bitta. Balandlik tushiramiz. Teng yonli bo'lyapti. Mana bu 3 bo'ladi, bu ham 3 bo'ladi. Taraf. 3 bo'lsa, mana endi 6 bo'ladi. Nima bo'ladi? 6 bo'ladi. Keyinchi 6 ni kvadratiga u ham yuzlarning qolay. 6 ni kvadrati. Hech qanaqa deb bo'lsin. Ustozlar, mikrofon. 3 ko'paytiruv 6 ni kvadrati, ya'ni balandlikning kvadrati. Bu yerda ABC 3 burchak, to'g'ri burchak 3 burchak bo'lyapti. 6 ni kvadrati teng bo'ladi 3 ko'paytirilgan 3 plus x ga. Xo'p, 36 barobar 3 ko'paytirilgan 3 plus x bo'lyapti. Bundan bular qisqarib ketsa x teng 9 bo'ladi-da. Mana.
26-misol. 26-misolga qarangizlar. ABC uchburchakda A burchak 15, B burchak 55. Hop, 15 gradus hamda 55 gradus. Hop. A burchak. Mana buni A deymiz. Mana buni B deymiz. Bunisi C. A ning qarshisidagini A deymiz, B ning qarshisidagini B deymiz. C ning qarshisidagini C deymiz. Mana bu javoblardan qaysi biri o'rinli deyapti. Bu yerga qanaqa yo'lda ishlatsak bo'ladi? Mana bunday Bittadagi bo'lsak, burchakdan bitta bisektrисdan qolamiz tushirib. bisektrisa tushirsak-chi, mana bu yerga yuqoridagi burchagimiz 110 bo'ladi. Bisektrisa ekanligidan mana yoq 55. Bu yoq ham 55 bo'ladimi? Va mana bu yerdagi burchagimiz 110 gradus bo'ladi. Xo'p, mana bu yer AX bo'lyapti. Mana bu BX, ya'ni bisektrisa bo'lgan bo'laklar tomonlar nisbati kabi degan teoremani biz o'tgan dars o'tdik. Men yozaman hozir shu yerda AX ga BX ni qo'shganim C ga teng bo'ladi. Bundan X ni topib olaman. X teng bo'ladi C taqsim A plus B ga. O'xshash. O'xshashlik bor bu yerda. 55 A BS bilan ABC uchburchak bilan qanaqadir mana buni D deydigan bo'lsak, DBS. ACD. ACD. ACD o'xshash. ABC bilan ACD o'xshashda burchaklar 15, 55, 110 bo'lyapti. Katta uchburchakda ham 15, 55, 110 bo'lyapti-ku. Endi kichkina uchburchakda 110 ni qarshisida B ning, katta uchburchakda 110 ni qarshisida, mana 110 ni qarshisida C ga nisbat. Endi kichkina uchburchakda 55 ni qarshisida BX ni, katta uchburchakda 55 ni qarshisida B ga nisbati bo'lyapti. Mana B ga nisbati. Blar qisqarib ketadigan bo'lsa, X teng B taqsim C bo'ladi. Ikkita X ni tenglayman bir-biriga. Mana bu yerdan hozir C taqsim A plus B chiqqan edi. B taqsim C ga teng. Bundan ko'paytma qilaman. C ni kvadrati teng bo'ladi. AB plus B ni kvadratiga mana. Xo'p. Menimcha tushunarli bo'ldi bu. Keyingi misol 27 sodda misol ekan. Uchburchakni ABC tomonlar orasida mana shu munosabat o'rinli. Bunga chizma ham shart emas. A ni kvadrati teng bo'lyapti B ni kvadrati plus C ni kvadrati plus BC barobar. Kosinuslar yozaman. B ni kvadrati plus C ni kvadrati minus 2BC kosinus alfa. BC kvadratlar qisqarib ketadi. Bizda mana bu yerda qolyapti. BC barobar minus 2BC kosinus alfa. BC'larni ham qisqartiradigan bo'lsak, kosinus alfa teng minus 1 taqsim 2. Alfani qiymati 120 gradus. Ya'ni bu mana bunaqa holatda bo'lyapti-da. A, B, C. Mana bu yerdagi alfa burchakni topdik hozir biz. Xo'p, shuning bilan bugungi darsimizga ajratilgan tanlangan misollar yechimi o'z yakuniga yetdi ustozlar. Endi savol-javob qismiga o'tsak bo'ladi.